Hurmatli qishloqlar, aziz sportchi yoshlar, qishlog'imizning sportsevar ishqibozlari. Mana 2 mobaynida qishlog'imizdagi kichik poliyada mana bu 95-yildan avvalgi topgan ko'honlarimiz, o'g'illarimiz chiroyli turni tashrif qilishdi. Bu turnirga mana Hayit bayrami ham qo'shildi. Ikki tomonlama ham Hayit bayrami bo'ldi. Musulmonlar bayrami ham mana bunda chiroyli turnirlar. Avvalambor mana shu turnirni tashkil qilgan tashkilotchilarimizga, mana ukaxonlarimizga, men o'zim nomidan, mana shu yerda hamma sportchilar nomidan, muxlislar nomidan o'zimizni bir tashakkurimizni bildirib qo'yamiz. Allohga baraka bersin. Umrlarimiz bor, bo'lsin. Mana shunday turnirlarda bardavom qilsin hammamizga. Mana qishlog'imiz necha yillardan beri mana turnir tashkil qilinyapti, xotira bo'lyapti, yoki nima deydi? Bir sabab mana sababsiz ham turnirlar qo'yilyapti. Bu avvalo mana shu homiylarimizga, hamma yillar tug'ilganlar bilan ketma-ket qo'yishyapti. Hammalarga rahmat. Bu doim bardavom bo'ladigan niyatda munosabatlar. Mana dam olish kunlari mazmunli o'tdi hammalaringga. Chiroyli o'yinlar bilan. Endi haliga maydonda har xil gaplar bo'ladi. Buni qasma-qas misol so'kish bo'ladi. Bu hammasi bu yerda qoladi bu narsa. Bu tashqariga chiqqandan keyin yana boyag'ida aka-uka oshna og'ayni bo'lib ketish kerak. Bu yerda ginani tashqariga chiqib chiqmaydi. Shu yerda qolsin. Agar men shu tashqariga quloq solganimda buni tashkil qilmagan bo'lardi. Mening ustimdan nechtasi gapirman, necha yildan gapiryapman. Shuni tashkil qiladi. 96larga yon bosadi, 93larga qiladi degan gaplar ham bo'lyapti. Tashqaridan-da o'shani aytdim. Mana bu yildan keyin kim o'tkazsa aytdim, sizlar qilasan dedim. Aslaga polonchidan turib kelmaydi. Sen shuni o'tkazasan dedim. Qani, men ham tomosha qilay, mazza qilay. O'tkazsin ko'ray. Qani? Yaxshi bo'ldi, shunda. Tashkil qilib bersin. Chiroyli. Haqli gaplar bo'lyapti haqida. Bu yerda hech kim birga bo'lishga yo'q. Yaxshi bo'ldi. Kuchli, kuchli to'rt har doim. Bo'lishganimdan poliyadagi odamlar hal qiladi. O'yindagilarda. Mana bir-birlariga do'stona munosabatda bo'ldilar. Chiroyli o'yin qildilar. 90larimiz mana. Ular ham yillar davomida olishdi birinchi o'rinda misol. Mana endi bu safar 96lar, yana safar boshqa yillar. 98da kutganimiz yo'qdi 3-o'rinda bularda. Endi ayrim sababga ko'ra ichki ishlar ketdi-yu, lekin 98lar yo'q jidan chiqqan komanda bo'ldi mana bizlari. Mana deb ko'laxonlarimizga. Chiroyli o'yin qilishdi mana. Endi yoshlarimiz mana maktab bolalar o'yinni ko'rlang-a. Demak, qishlog'imizda hali futbol o'lmaydi. Mana maktab bolalar 2007-2009 bolalar qarang, go'dah bolalar o'yinni qarang. Men mana shu bolalarga juda chiroyli o'ynashdi-da. Shavshilga yo'q, bir-birini tushunishda qanchalar o'yin qilyapti. Hali u bolalar mana 96larda, 90larda izdoshlari bular. Mana 90da izdoshlari 96 bo'ldi. 96niki mana 2007-2009lar. Demak, izdoshlar bor. Qishloqda futbol hali beri yo'qolmaydi bizda. Mana buni mirshablarimiz, nimalar, nozillar hammasi havas qildi. Domla deydi, sizlarda zo'r ekan deyapti. Mana Zodiyandan bor ekan, Amro har qayerdan bor ekanda bolalar. Mana bu 5 haftadan keldi. Bizda bunaqalar bo'lmaydi deyapti. Zo'r ekan, hamma yillaring bir-biridan kuchli ekan deyapti. Chiroyli o'tyapti. O'shaning uchun hammalaringizga, oilalaringga tinchlik, omonlik, yaxshi kunlarga hammamiz yetishsin. Mana bugungi turnirimizda 3-o'rinda 98-yilda tug'ilgan ustunlarimiz. İkinci o'rinni 90-yilda tug'ilgan o'smirlar. Atro cho'lang. Hali men boshda aytdim Sog'iljonga. Sog'iljon deblar o'ynamaydi ekan. Lekin olaverar ekani, 1.5 pulni beraversa ekanda ko'nmadilar. Pulni Sog'iljon, pulni olaverar 1.5 pulni beraversam, yo domla. Gap pul emas. Qanchalik edi? Buni miqdorida. Alloh olsun.
chiroyli tashkil qilgan tashkilotchilarimiz, homiylarimiz. Xudo xotiga mana ikki olib. Akalar, hammalaringga rahmat. Zamonadan gapiradiganimiz chiqinglar biz hozir. Tadbirda, turnirda. Ne domla? Sog'lijon. Avvalambor assalomu alaykum. Qishloqlar, savdochilar. Avvalambor birinchi o'rinda sizga ham kattakon rahmat. Bunchalik boshqarishingiz oson masalani boshladiz. Doim dunyo turguncha turing. Qishlog'imizdan bunaqa yoshlarni ko'pini chiqaring shogird bo'lib. Hurmatimiz bor, hurmat qilamiz doim qishloqda. Rahmat sizga. Sport baribir do'stlar birlashtiradi hammani sport. Mana qancha ko'rmagan ukalarimizni ko'rdik, akalarimizni ko'rdik. Shu sport bahona ham bayram mana juda chiroyli o'tdi. O'zimiz ham maza qildik. Bayramni qana o'tkazayotganimiz ko'rdik. Homiylarga rahmat. Doim mana shu berganlarini o'rnini Xudoyim ming baravar qilib qaytarsin, to'ldirsin. Doim hammani mana shu qishlog'imizni ko'z tegmasin. Juda ham mana ayniqsa mana shu maktab o'quvchilarini nimasini gruptasini ko'rib, guruhini ko'rib juda xursand bo'ldim. Kelajak 5 kapali zo'r ketar ekan u. Maktab gruppa juda men havas qildim-da o'yinini. Xudo xolasa qishlog'imizda o'z o'rniga ega futbolda bundan keyin ham bo'lar ekan. Kelajak bor. Albatta. 94 yilda. Seyitjonga ham Gapiradiganlar. Tunni qo'yamiz ishyapti hozir. Sinotlar qo'yamiz ishyapti. Aytishdi, menga aytishdi, domla xudo xolasa sizga qo'yamiz deyapti. Yo'q, bizlar bitta goldan bitta chiqish bor. Aytishdi. Aytishdi, menga aytishdi, qo'yamiz. Xudo xolasa. Hammalariga rahmat. Salomat bo'ling.